Tez bo'shanish muammosi bu kasallik emas, asorat hisoblanadi. Shu sababli birinchi bo'lib shamollash va o'sha nevrologik asoratlar bartaraf qilib olinadi. Busiz demak tez bo'shanish muammosini hal qilib bo'lmaydi, keyingi bosqichga o'tib bo'lmaydi. Shu sababli birinchi bo'lib bemordagi o'sha shamollash va asoratlar bartaraf qilib olinadi. Undan keyin esa ikkinchi bosqich, ya'ni shamollash va asoratlar yo'qotilgandan keyin bemordagi jinsiy quvvat va jismoniy quvvatni oshirish ustida ishlaymiz. Endi bemorga jinsiy va jismoniy quvvatni oshirib bo'lganimizdan keyin aloqa davomiyligi ustida ishlanadi. Ya'ni bemordagi barcha muammolar bartaraf qilinib bo'lgandan keyin aloqa davomiyligi uzaytirish bo'yicha texnika tushuntiriladi. Bemor demak o'zi xohlagancha aloqa davomiyligini uzaytirish darajasigacha chiqishiga yordam beramiz.